katta hovlini eplash qiyin ekan, charchab ketdi, supurib degan ayollarimiz uchun 2,5 sotuvdan kompaktni uy chiqyapti. Ikkita bir xil aka-uka olsa ham bo'ladi. Xo'p, hovlisi ko'ryapsizlar, katta keng, bitta mashina sig'adi. Bu yoqni yashil zona qilinadi. Xo'p, chap qo'limizda sanuzel, hojatxona keladi. Xo'p, bu yoqdan pastga podvolga tushamiz, bu yoqdan ichkariga kiramiz. Ishimiz bilan bu yoqda mana hol, bu yoqqa devorlar qo'yib mehmon kutadigan joy qilsangiz bo'ladi. O'ng qo'lda bitta xonamiz keladi. To'rga o'tarkanmiz, chap qo'lda yana bitta xonamiz keladi. Bu yoqdan zinadan tepaga ikkinchi etagiga chiqiladi. Bu yoqda общий sanuzel. Hop, bu yoqda yana bitta xona bor. Eng zo'ri bu yoqda orqa hovli qoldirib ketilgan. Hop, endi ikkinchi etajga chiqamiz. Zinadan chiqib kelar ekanmiz, chap qo'lda bitta xonamiz keladi. Kattalar uchun o'zini alohida sanuzel bilan birga. Hop, to'riga o'tar ekanmiz, o'ng qo'lda yana bitta xona keladi. Uni ham sanuzeli, yotoqxonasi mana. Uchinchi xonamiz, ko'rib turganingiz katta kengini har bitta xonamiz to'pli pur qilingan. Bu yoqdan 4-xonamizga o'tamiz. Bu yerda mana balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkondan ham bitta tashqarini ko'rib nazar solasiz. Qibray tumani madaniyat bo'ladi. Achchiq oshni biladi hamma. O'sha yoqqa yetmasdan bitta oldingi ko'cha. Ko'rib turibsizlar, orqamda ikkita bir xil qilib 2,5 sotuvdan hashamatli, bahaybat, chiroyli qilib qurib qo'yibdilar, aka. Buni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Uyimizni starti narxini $95,000 deyaptilar. Xo'p, Uchqahramon postigacha 7 kilometr. Katta ko'chada ikkita maktab, bog'cha, masjid yaqin joylashgan. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Qiziqqanlar uchun men opisaniyada egalar nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar.